Ushbu janjalga Azxon TikToker ham aralashdi. Azxon Sardorga ham, Saturnga ham juda chiroyli tarzda tushuntirib o'tdi. 10 million подписчиги bo'lsa ham bir paqir bo'q ular, yarochi. Siz qimorxonada urishyapsiz, odam uryapsiz, biz bilan internetda dalbeblik qilib pul topyapmiz. Ikkovimizni ham, uchovimizni ham hammamizni yo'llanishimiz ko'tlik, targ'ib, bir bola qilib dalbeblik qilib, nima bo'lsa ham dalbeblik. Azxon TikToker bir qancha blogerlarni ham qo'shimcha qildi. Yaxshi bitta zal gaplashamiz, zalga chiqib hal qilasanlar ishingni. Birga bir, hech kim tegmaydi senga. Sardorni oldiga olib boraman. Sardor seni ko'tini atamaydi. Bo'lmagasi emassan Sardorda. Bir chiqoq, bir manqa, bir shaltag'i bo'lasan bilan, ko'tko'ylar bilan qo'tsan. Sen qo'ydi qo'tdi. Yana aytaman, bigimotganlar. Shatoringmisan? Matoringmisan? Ayollarga kelayotgan bo'lsak, men o'zim deb gapirgan. Sardor Gangster Saturnni juda ham qattiq haqoratli tarzda video murojaat qildi. Qandaydir gunoh qilgan bo'lsam, o'zim uchun qilganman. Senga o'xshab butun musulmonlarni, butun auditoriyamni, butun kuzatuvchilarimni O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston hamma joydan menga berayotgan padeshkanda qimorbozlarga qimorga qarab chorlamaganman. Bundan tashqari Dubayga kel, barcha sarf xarajatni men ko'taraman deb aytdi. Bo'ldi hisob, men senga bilet tashlayman. 31-dekabrgacha, yangi yilgacha Dubayga uchib kelmasang, otamni balasiman deb chiqaman xalqning oldiga. Biroq hozirda Saturn tarafdan hech qanday izoh berilmadi. Dubayga borganda ham men bilan gilas kela olmaysan. Chunki men seni qochib qo'yaman. Bundan tashqari Sardor Gangster men internetda yurgan paytimda sen esa nima qilyap turgan eding deb ham qo'shimcha qildi. Men ijtimoiy tarmoqqa chiqib kelgan paytim sen yurading, qishlog'ingda eshagingni birovdan qolib ketgan bakalashgan musorlarni teri yurading. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentar yozib qoldirishni aslo unutmang. Saturn bilan Sardor Gangsterni ikkovini razboriga ko'rib chiqdim. Saturn Sardor yetyapti. Sen buni qilding, sen buni qilib chestingni sotib pul topyapsan, uningni sotib, buningni sotib pul topyapsan deydi. Endi TikTokerlar deb gapiryapti. Biz ham ozgina savetimiz bildiramiz, ukajonim. Biz efirda masxarabozlik qilyapmiz, siz televideniyada masxarabozlik qilyapsiz. Ikkovimizni ishimiz bir xil, ukajonim. Bizga odamlar halollik bilan ehson deyiladimi? O'shaqa qilib padarik uryapti. Siz qimorda reklama qilib turib chiqib pul topyapsiz. Odamlarni betiga urib pul topyapsiz. Endi diniy tomondan to'g'ri keladigan bo'lsa, ikkovimiz ham, Sardor ham, siz ham, men ham, hammamiz bitta shaltaq bunday kurguchuk daryoda cho'kiyapmiz, ukam. Hech qaysimiz bir-birimizni ko'timizni gapiradigan emas. Keyin meta Chumo Amirxon, men Sardorni oldiga olib boraman. Sardor seni ko'tini atamaydi. Bo'lmagasi emassan Sardorda. Bir chiqoq, bir manqa, bir shaltag'i bo'lasan bilan, ko'tko'ylar bilan Shuning uchun urushmanglar, yaxshi bo'ylar, bir-birimizni yomonlaydigan paytda emasmiz. Hammamiz shaltaqdamiz. Biz erkaklar pul topamiz deb oilamizdan oldida chiqib, luboy ishni qilib ko'timizga biz tamom qog'ozimizga olmaymiz, qolgan pulni topishga majburmiz. Siz qimorxonada urishyapsiz, odam uryapsiz, biz bilan internetda dalbeblik qilib pul topyapmiz. Ikkovimizni ham, uchovimizni ham hammamizni yo'llanishimiz ko'tlik, targ'ib, bir bola qilib dalbeblik qilib, nima bo'lsa ham dalbeblik. Shuning uchun urushmanglar, netmanglar, yaxshi yuringlar. Agar Dubayga borib urishadigan bo'lsang, mana men o'zim boraman, qanaqadir bir Amirxon, Potaxon zarilmas, ular Nikito jalab biladi. 10 million подписчиги bo'lsa ham bir paqir bo'q ular, yarochi. O'zim boraman, zalchaga kirasan, hech kim taymaydi. Taq-taq urishasan, yutsang kelaverasan. Ukajonim, omad tilayman, joning sog' bo'lsin. Ey odamlar, mana tepada turgan qochib ketgan qo'y bizga video обращение qilibdimi?
Ha? Sardor unaqa, Sardor bunaqa, TikTokda yarim yalang'och videolar qiladi, ayollarni shaniga gapirganda terpelalik qilibdimi? Har bitta gapiga destva qila olayotgan bola bo'lganda bu gaplarni gapirmaydi, chunki destva yo'q bu narsalarga. Sen qo'ydi yana aytaman, bigimotkanlar, shatoringmisan, matoringmisan, ayollarga kelayotgan bo'lsak, men o'zim deb gapiraman. Provokatsiya qilib butun ayollarni sha'nini olib, butun ayollarni boshqalarni gapirmaganman, gapirmayman ham degan. TikTokda qilayotgan ishlarimizga kelsak, u meni hayotim, u meni ishim, u meni auditoriyam, u meni obrazim. Sen o'zingdan ko'chani yasab olib, o'zingdan farzakonni yasab olib, men mahallangizga borsam ham urib qo'yaman. Men borsam invalidni kalaskaga o'tirg'izib qo'yaman, u qilaman, bu qilaman degan gaplarni gapiribsan. Men ijtimoiy tarmoqda 6 yillik bo'riman. Men ijtimoiy tarmoqqa chiqib kelgan paytim, sen yurading, qishlog'ingda eshagingni birovdan qolib ketgan bakalashgan musorlarni teri yurading, dalba. Sen men bilan tashisholmaysan. Bo'ldi hisob, men senga bilet tashlayman. 31-dekabrgacha, yangi yilgacha Dubayga uchib kelmasang, otamni balasiman deb chiqaman xalqning oldiga. 6 yildan beri ijtimoiy tarmoqda shuncha katta auditoriyam bo'lsa ham, qandaydir gunoh qilgan bo'lsam, o'zim uchun qilganman. Senga o'xshab butun musulmonlarni, butun auditoriyamni, butun kuzatuvchilarimni O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston hamma joydan menga berayotgan padleshkanda qimorbozlarga qimorga qarab chorlamaganman. Qimorni reklama qilmaganman. 6 yildan beri qo'limda shuncha auditoriya bor. Bittasi agar chiqib turib Sardor qimorni reklama qilgan desa, betimga kelib tupursin, odamlarga bilan ma'yus muzga qo'yib olib, terpelalikni yasab olib turib chiqib olib, o'zingni oq, meni qora deb ko'rsatma. Chichib qo'ygan qilig'ing uchun, chichib qo'ygan, yeb qo'yganling uchun chiqib gapirdim. Odamlarning oldida ma'yus muzika, lechkaga o'tgan paytda menga jalab ko'chani sazdovat qilma. Ko'chalarda hammasi qabristonda, O'zbekistonda ko'cha yo'q. Ko'chalarda hammasi ichkarida, ko'chalarda hammasi joy-joyida, O'zbekistonda ko'cha yo'q, ukam. Biletingni tashlab beraman. Mashinang, yo'l kiring, xarajating, hamma yog'ingni tashlab beraman. Aqling yetsa, kelasan, men yana aytaman, ko'cham emas. Dubayga kelasan, Dubayda yashayman. Meni uyim Dubayda. Dubayda men sen bilan gaplashib olaman. Sen Batinga kiring, Odilxon non kabob, shatoringmi kim? Lutvoz. Uchalingni bitta qilib qilib urgandek qilib uraman aktaga. Uchalingni bitta qilib yurib uraman. Senlarga emas, menga tashak. Yo'lingda yur, jonim, baklashga bila. Yo'lingda yur, qo'y kalla jala.